Do'stlar, Sarbilan futbol Ulug'bek.uz kanali. Bugungi mavzuyimizda Superliga Paxtakor Qo'qonda durang o'ynadi. Superliganing 28-turidan o'rin olgan Qo'qon Paxtakor uchrashuvi bo'lib o'tdi. Qo'qon Paxtakor 0-0. Hakamlar Firdavs Norsafarov, Ruslan Seraziddinov, nazoratchi Baxtiyor Namozov, VAR To'rabek Suyunov, AVAR Maksim Nyushin, komissar Shohrux Said. Liga Dinamo Bunyodkor maydonida g'alabaga erishdi. Superliganing 28-tur doirasida Bunyodkor Dinamo o'yini yakunlandi. Ular Imeder Ashortiya 42-minut, Jahongir Abdusalomov 44-minut, Dmitriy Plitnyov 72-minut, Firdavs Abdurahmonov 93-minut.